Kuygan terilar uchun davo bo'layotgan baliq terisi haqida gaplashamiz. Braziliyada shifokorlar kuygan terini davolash uchun Nil tilapiyasi balig'i terisidan foydalanishni boshladi. Dastlab bu g'oya ko'pchilikka g'alati tuyulgan, ammo tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, tilapiya terisi namlikni yaxshi ushlab qoladi. Kollagenga boy va inson terisiga juda o'xshash xususiyatlarga ega. Avvallari bu baliq terisi oddiy chiqindi hisoblangan. Keyinchalik braziliyalik olimlar uni maxsus sterilizatsiyadan o'tkazib, kuyish markazlarida qo'llay boshlashdi. Eng qiziq tomoni, baliq terisi yara ustiga tabiiy bog'lov kabi yopishib, terining tezroq tiklanishiga yordam beradi. Shu sabab bemorlar kamroq bog'lov almashtiradi va kamroq og'riq his qiladi. Ayrim holatlarda bog'lov almashtirish soni qariyb 70% ga kamaygan. Bundan tashqari, bu usul an'anaviy davolashga qaraganda ancha arzon bo'lib chiqdi. Braziliyadagi ko'plab shifoxonalar uchun esa bu katta yengillik bo'ldi. Ayniqsa ikkinchi darajali kuyishlarda Nil tilapiyasi terisi yaralarning tezroq bitishi va infeksiya xavfini kamaytirishda yaxshi natija ko'rsatgan. Ilm ba'zida eng oddiy narsalardan ham kutilmagan yechim topa oladi.